UNESCO ishlari bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Milliy komissiyasi tashabbusi bilan tashkil etilgan madaniy merosni saqlash mavzuidagi respublika tanlovi o'z yakuniga yetdi. Ushbu ko'rik-tanlov mamlakatimizning boy tarixiy va madaniy obidalarini asrab-avaylash, sohaga yosh kadrlarni jalb etish hamda ularning ilmiy, ijodiy salohiyatini qo'llab-quvvatlash maqsadida o'tkazildi. Asrlar davomida shakllangan madaniy meros bu xalqning o'tmishi, buguni va kelajagini bog'lab turuvchi bebaho boylikdir. Qadimiy obidalar, qo'lyozmalar, urf-odatlar va milliy an'analar ajdodlarimiz tafakkuri, dunyoqarashi hamda hayot tarzidan so'zlaydi. Shu bois tarixiy merosni asrash va uni kelajak avlodlarga yetkazish har bir jamiyat oldidagi eng muhim vazifalardan biri sanaladi. Zero meros yo'qolsa, millat xotirasi ham so'nadi. Aynan shu ezgu maqsadni targ'ib etish yo'lida madaniy merosni saqlash mavzusiga bag'ishlangan respublika tanlovi yakunlandi. Tanlov yoshlar va mutaxassislarning ilmiy hamda ijodiy salohiyatini yuzaga chiqarish, tarixiy qadriyatlarini asrashga oid innovatsion g'oyalarni qo'llab-quvvatlashga qaratildi. Mamlakatning turli hududlaridan 300 dan ortiq ijodiy ish kelib tushib, ular orasida madaniy merosni huquqiy muhofaza qilish, iqtisodiy yondashuvlar hamda tarixiy obidalarni asrash masalalariga bag'ishlangan ilmiy maqola va esselar alohida e'tibor qozondi. Bu tanlov oliy ta'lim muassasalari talabalari va muzey sohasida faoliyat yuritayotgan mutaxassislar o'rtasida o'tkazildi. Tanlov 2025-yil 15-noyabrdan 10-dekabrga qadar o'tkazildi. Madaniy meros agentligi huzurida shu maqolalarni, esselarni saralash komissiyasi tuzilgan va komissiya tomonidan har bitta o'sha kelib tushgan maqolalarni dolzarbligi, originalligi, ularni o'sha ochib berishda ishtirokchilarni o'sha ilmiy, ijodiy yondashuvi va shu sohadagi mavjud muammolarni ochib berganligi va ularga bergan yechimlarini ahamiyat berib saralandi. Ma'lumot o'rnida bunday tanlovlar madaniy merosni asrash va muhofaza qilish yo'nalishida ilmiy maqola hamda ijodiy salohiyatni qo'llab-quvvatlash, yoshlar orasida huquqiy madaniyatni yuksaltirishga xizmat qiladi. Ushbu konkursga madaniy meros sohasining mana bugungi kundagi huquqiy holati va sohani rivojlantirish orqali iqtisodiyotimizga qanday bir yangi imkoniyatlar yaratilishi bo'yicha o'zimning tadqiqot namunalarimni taqdim etgan edim. Ushbu tadqiqotlarim komissiya tomonidan ko'rib chiqilib, ijobiy xulosa berildi va tanlovda g'olib bo'ldim. G'oliblarga pul mukofotlari topshirilishi, eng sara ishlar esa rasmiy axborot platformasida e'lon qilinishi rejalashtirilgan. Nigina Ikrom, Dilmurod Ziyoyev, yoshlar.